Assalomu alaykum, omonmisizlar. Bugun 18 fevral 2026-yil kirib kelgan ro'za Ramazon ulug' oylar muborak bo'lsin hammalaringga, Tojikiston xalqimizga, Qo'ng'odom shahriga, qishloqlarga, butun mana shu Ramazonni kutayotgan insonlarga hammalaringga muborak bo'lsin. Mana shu ulug' oylarda barcha qilgan yaxshi ishlarimizni Alloh qabul qilsin. Shu kungacha kimdir xafa qilgan bo'lsak, kimdir ko'ngliga ozor bergan bo'lsak, uzrimizni so'raymiz. Alloh yo'lida kechirasizlar. Beayb Parvardigor, bu oyda ginag'ashlik qilmaslik kerak, bir-birimizni kechirishimiz kerak. Bu oylardan bir-birimizni kechirib, yaxshi amallarni qilishni Alloh nasib qilsin o'zi. Sizlarga bugun chiqishga maqsad efirga avvali tabrik edi. Ikkinchi hozir videosini qo'yaman. Kecha kunda Qo'ng'odom shahri Qizil Nur qishlog'ida sinimiz uchun yig'ilgan pullarni biz yetkazib bergandik operatsiyalariga. Hozir ular Toshkentda. Hozir videolarni qo'yamiz. Xudo xolasa davom ettiramiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz hamqishloqlar, akalar, ukalar, opa-singillar, hoji bobolar, hoji bobolar, hammalaring yaxshimi? Mana biz Toshkentda doktorxonada mana Shohinaxon lecheniya olyaptilar. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Chinak shamollashib kuchli uchun o'pkasida doktorlar lecheniya oylar yana deyapti. Mana payshanba kundan beri yotib lecheniya oldi. Hozir operatsiyadan chiqsa doktorlar yana lecheniya yozib beramiz dedi. Borib o'zlaringni biron hafta olib yana yaxshi qilib kelinglar, hozir buni operatsiya qila olamiz. Yuragida o'pkasi shamollashi kuchli. Operatsiya qilsak, operatsiyadan chiqmay qolishi mumkin deb katta doktor shunaqa deb operatsiya qilib ketdilar. Hozir kutib turibman men. Katta doktor chiqsa gaplashib yana nima qilamiz? Gapiring qizim. Mana biz keldik. Doktorlar nimada shamollash kuchi uchun javob berishyapti. Xudo xolasa o'zimiz yana haftalik yana qaytamiz. Azizlar, mana videoni ko'rdilaring. Xudo xolasa haqlariga duo qilamiz. Alloh taolo darlariga shifo bersin. Ahli oilalariga sog' salomat kirib kelsinlar. Azizlar, mana shu videoni tarqatinglar. Mana shu Qo'ng'odom shahrida qanchadan qancha qishloqlar bor. Shaxsan o'zimiz Sho'robqal'damiz, Sho'rqalondamiz. Sho'robqala, Istiqloliyat, Tavuqo'chi, yonimizda Xamirjoq qishlog'i bor. Ko'chkak, Madaniyat, Niyozbek, Paxtakor, Jigdalik, bu tomon Tutqavala, Qizil Nur, Patar, Shatqarantog' adashmasam, Dashqarantog' bor, Botirqo'rg'on. Keyin azizlar, kimdaki videoni ko'rayotgan bo'lsa, bo'lishinglar. Xudo xolasa safimiz kengaysin. Bergan mana shu safar pullarni yetkazib bergan edik. Xayr ehsonlaringni mana shu sinimizga videoma tepada yuqorida videolar ko'rsalaring. Videolar hammasini biz отчетlanib berib borganmiz. Biz bu sinimizga pulni yetkazib berganimizdan keyin o'sha qishlog'imizdan 4-5 kishi duogo'y insonlarimiz borib yetkazib berganlar. Bu puldan keyin yana shotimga bir 15 mingcha pul tushgan. Birlari 8 ming, birlari 5 ming, 500 rubl, 300 rubl, chamasi 15 ming rubl yana biz zubor to'xtatilgandan keyin shotimga pul tushgan. Bu 15 ming rubl turganida kecha kunda bir sinimiz qarindoshlarimiz mazasi yo'q edi. Operatsiyaga tayyorgarlik ko'rishyapti ular. Shu dori darmonlariga shu 15 ming rubllarni men yetkazdirdim. Boshqa kishiga 15 ming. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. O'sha xayr ehsonlarni, amonatlarni yetkazdirdim. Kimdaki mana shunday xayr ehsonlarni qilmoqchi bo'lsa, Xudo xolasa mana shu telefon raqamlariga o'tkazishlaring mumkin. Xudo xolasa biz qo'limizdan kelar ekan shu narsani sizlarga chiqib, xayr ehsonlarni yetkazdirib, xalqimizga, vatanimizga, ozmi ko'pmi o'sha qiynalgan insonlarga yordam qilishimiz qo'limizdan kelar ekan. Shuning uchun efirga chiqib aytyapmiz. Bu majburiy emas. Kimdaki xohlagan insonlar bo'lsa, o'sha xayr ehsonni kimga berar ekan deb yurgan bo'lsalaring, mana shu ko'rsatilgan telefon raqamlariga bemalol o'tkazishlaring mumkin. Xudo xolasa biz hafta davomida отчетlarni berib, xayr ehsonlarni yetkazdirganimizni ko'rsatib boramiz Xudo xolasa. Keyin azizlar, bir yoqadan bosh chiqarib, maksimalda podishka qilaylik. Ulug' oylarda turibmiz. Ulug' oylarda Xudo xolasa savoblari yanada ko'p bo'ladi bu narsani bergan xayr ehsonlaringni. Xudo xolasa nima deydi? Mana videoni tarqatinglar. Bu majburiy emas xayr ehsonlar. O'sha qiynalgan insonlarga qo'limizdan kelgancha yordam berishdi. Shu ozmi ko'pmi shu vatanimizga xizmat qilaylik yo'lga chiqqanmiz.
Salom azizlar, mana xudo xolasa qo'shni qishloqlardan ham bizlarni poddishka qilsa ajoyib ish bo'lardi. Safimiz kengayardi va ancha qiynalgan insonlarga, xalqimizga yordam bergan bo'lardik. Salom azizlar, yaxshida ko'rishaylik. Assalomu alaykum.